YouTube kanalimga 1.6 G-Tower 70 plussi 1.6 motorligini qo'yaman. Foydalanib qoling. Kim ulgurgan bo'lsa ulgurdi. Baraka qiladigan joyi. Qora 2023-yil. Mashina G-Tower 70 plus. Mana ikkita glishitli lasatkalari ham chiroyli bo'lib vid beradi. Mashina haqiqatan 3 qator 6 kishilik. Mana shu eshigini mana shu chizig'i bilan mana shu chizig'igacha petno tushgan. Bo'ldi. Bu yoqlari top-toza, tepalari kelib bemalol tekshirib olasiz. YouTube kanalim shu rivojlanishi uchun like, podpiskani ayamanglar. Oybek avtodan uzoqlashmanglar. Endi YouTube'larga ham qo'yib boraman inshaalloh. Mashinalarni 2023-yil bu 50 mingcha yurgan avtomobilimizni srochniy narxida 16600 ga beraveramiz. Обязательно tanasiga jo'natib qo'ying. Like esingizdan chiqmasin. 1.6 G-Tower 3 qatorli avtomobil. Qora.